Talablarga binoan bugungi obzorimizda Linko 900 bo'ladi, ko'ramiz. Jigga bu mashina menimcha hammamizga yoqsa kerak. To'liq elektrda 280 km masofani bosib o'tadi, umumiy hisobda 1350 km. Bu avtomobil eng full paketi, ya'ni motori 2 litr turbina bilan jihozlangan. Bu avtomobil Range Roverga yomon o'xshashib ketadi. Tashqaridan shunday ko'rinib turibdi, xuddiki olib ko'pya qilib qo'yganga o'xshaydi. Avtomobil Zikr va Geely kompaniyasining hamkorligida ishlab chiqarilgan mashina bo'ladi. Lidar bor va 360 gradus kamera bilan jihozlangan. Eshigini ruchkasini tortmasingizdan o'zi sizga chiqarib beradi. Va ochamiz. Oldi eshigi 75 gradusda ochiladi. Keng, katta. Orqa eshigiga e'tibor bering. Maybixlan eshigiga o'xshaydi. Va ruchkasini tortamiz. E'tibor bering, yaxshilab. To'xtadi va u yog'iga yana oxirigacha ochsa bo'ladi. 90 gradusda eshik ochilyapti. Range Roverda bilsanglar, duxetapniy bagaj bo'ladi. Tepasi ochiladi va pasti ham undan tashqari mana qarang. Bemalol chiqib o'tirib olsanglar bo'lar ekan, 300 kiloni ko'taradi. Cho'chimasdan bemalol chiqib olaverasizlar. Shunda mazza qilib, kapot bazm qilib, yoki bolalar bilan gaplashib, hech payt o'tirsangiz ham bo'ladi. Bu avtomobilda pnevmopodveska bor. Bozorlik qilyapsiz, misol uchun narsalarni qo'ymoqchi bo'lsangiz, noqulaylikda bo'ladigan bo'lsa, mana knopkani shundoq bosamiz, orqa tomonni o'zi sekin tushib oladi, cho'kib oladi. Jiga saloniga sayohat qilamiz. Eshikni ochishimiz bilan elektronniy parog chiqadi. Salonni qaranglar. Qora bilan apelsin rang kombinatsiya qilingan va obshivkalari juda ham chiroyli. Joystick knopkalar, siklopodъемниklari juda ham ixchamgina bo'lgan va mana shu knopkani bosib turib eshikni ochishingiz mumkin. Akustika Harman Kardon. Head-up display bor va Face ID ga ochar ekan. Ya'ni sizdan boshqa odam rulga o'tiradigan bo'lsa, haydash imkoniyati bo'lmaydi. Bariga e'tibor bering. Bar juda ham katta. Podstakanlik oldida emas, xalaqit qilmaydi, orqada qo'lni qo'yib o'tirasizda, podstakanligingiz bu yoqda turadi, suv nimadir ichimligingiz bo'lsa qo'yib qo'yaverasiz. Orqa sideniyasi 180 gradus aylanib, bunaqasiga ham qo'yib qo'ysangiz bo'lar ekan. Va undan tashqari 6 ta o'rindiqda ham massaj abagrev bor. Muzlab qolmaysiz, so'yib ketmaysiz. Bemalol orqada o'tirib ham dam olib massaj olib ketib tursangiz bo'ladi. Mana ham shtorkasi bor ekan, ya'ni pardasi bemalol ilib qo'yaverasiz. Tomlari alikantari qilingan, salon sideniyalariga keladigan bo'lsa, sifatli eko ko'jadan ishlangan. Avtomobil gibrid hisoblanadi. Eng kamida 95 benzin quyasiz, 0 dan 100 gacha 5-6 sekundda chiqadi. Rasxodi esa 7-8 litr bo'ladi. Eng full pozitsiyasini bozordagi narxi 70 mingdan oshiqroq ekan. Shunga qaramasdan biz 69900 ga shu avtomobilni sizlarga shundoq berib boramiz.